65 yoshdagi ayol deylik, masalan pensiyaga tayinlangan, lekin qanchadir yillari qolib ketgan, deylik 4 yili qolib ketgan, oldingi qaysidir ishlagan maktabi o'sha anaqani qo'shmaganda, o'sha yillarni qaytadan hisoblatish uchun ham masalan 4 yillikni pensiyasiga qo'shish uchun borib bandlikka borib, mana shu mehnat daftarchasini ko'rsatsa, shuni hisoblab beradimi? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Shunaqa, demak, umuman o'zi yagona milliy mehnat tizimi, ya'ni mehnat daftarchasini elektron shakli 2020-yilda joriy etildi. Ya'ni 5 yil oldin joriy etilgan. Bugungi kunda esa pensiya chiqayotganlarimiz 2020-yildan oldin mehnat faoliyatini boshlashgan. Deylik 85-yil, 90-yilda mehnat faoliyatini boshlaganlar bor va ularning asosiy o'sha mehnat stajlari bu ularning qo'llaridagi mehnat daftarchalarida qolib ketgan. Siz aytib o'tganingizdek, o'sha fuqarolarimiz tomonidan agar ularning ma'lumotlari elektron shaklda yo'q bo'lib, ularga pensiya tayinlangan bo'lsa va orqa davrdagi mehnat davrlarini ham hisobga olish bo'yicha qanaqadir murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, buni ham ikki xil yo'li bor. Xohlasalar o'sha bandlik ko'maklash markazlari bor, shu stajlarini raqamlashtirib murojaat qilishlari mumkin pensiya jamg'armasiga qo'shimcha hujjat taqdim etgan holda, yoki bo'lmasa o'sha qog'oz shaklidagi mehnat daftarchalari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilsa, pensiya jamg'armasi tomonidan ushbu ma'lumotlar kiritilib, ularning pensiyalari qayta hisob-kitob qilib beriladi. Xuddi shu kabi proaktiv shaklda ham shunaqa yo'lga qo'yiladi. Agar fuqarolarimizga birlamchi o'sha proaktiv shaklda tayinlash jarayonida rad etilsa ularning pensiyalari, ular keyinchalik qo'shimcha hujjat taqdim etib pensiyalarini hisoblatishlari mumkin bo'ladi. Mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlari raqamlashmagan bo'lsa, unda qo'shimcha hujjat olib kelishlari kerak bo'ladi. Agar raqamlashgan bo'lsa, avtomatik tarzda tayinlanib ketadi. Bunda qana mehnat daftarchasidagi 2005-yilgacha bo'lgan barcha yozuvlar hech qanaqa qo'shimcha hujjat, ya'ni tasdiqlovchi hujjat talab etilmagan holda qabul qilinadi. 2005-yildan keyingi davrni esa o'sha qonunchilikda belgilangan 2005 dan keyingi mehnat stajini biz Xalq bankini jamg'arib boriladigan axborot tizimi bilan qo'yilgan axborot almashinuv orqali tekshiramiz. Ya'ni 2005-yildan keyin ushbu fuqaroga jamg'arib boriladigan mablag'larga badallar to'langan yoki to'lanmaganligini o'sha axborot almashinuv orqali tekshiramiz. Agar ushbu davrga to'lanmagan bo'lsa, demak mehnat staji mablag'lar tushmagan davrga hisobga olinmaydi. 2016-yildan keyingi davr esa Davlat soliq qo'mitasidan olinadigan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarga asosan tasdiqlanadi. Tushunarli. Mehnat daftarchasida yozilgan o'sha ish staji, lekin arxivga qaytadan murojaat qilib, shu nimaga qo'shilmaganligini aniqlashtirish murojaat qilinganda bizda o'sha ma'lumotlaringiz topilmadi degan gapni aytyapti-da, lekin o'sha maktab deylik, maktab o'qituvchisini nimasida holatida bo'layotgan nima, lekin maktab o'qituvchisini o'sha mehnat daftarchasida 4 yil haqiqatan yozilgan, qayd etilgan o'sha yillar bor, lekin arxivda u ma'lumot topilmayapti. Shuningdek, boshqa o'qituvchilarda ham bu narsa holatlar kuzatilyapti-da. Agar bu 2005-yilgacha bo'ladigan bo'lsa, 2005-yilgacha bo'ladigan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat talab etilmaydi. Mehnat daftarchasida bor yozuvlar asosida qabul qilinadi. Agar 2005-yildan keyingi davr bo'ladigan bo'lsa, biz ulardan arxiv ma'lumotini o'zini so'ramaymiz. Xalq bankidagi o'sha jamg'arib boriladigan, ya'ni xalq tilida INPS pullari deymiz, INPS pullari bilan solishtiramiz. Oyma-oy tushganmi, yo'qmi? Agar INPS ma'lumotlari ham to'liq hisobotlar topshirilmagan bo'lsa, yoki qanaqadir xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, ushbu davr uchun biz arxiv ma'lumotlarini so'raymiz. Ya'ni ular arxiv yoki bugungi kunda tashkilot faoliyat yuritayotgan bo'lsa, tashkilotdan o'sha davrda hisoblangan ish haqlari to'g'risidagi ma'lumot, ya'ni ma'lumotnomalarni topshirsa, unda o'sha mehnat staji hisobga olinadi. 2005gacha bo'lgan davrga hech qanaqangi arxiv ma'lumotini so'ramaymiz. O'sha mehnat daftarchasida yozuvlar asosida qabul qilamiz. Hech qanaqangi qo'shimcha hujjat so'ralmaydi, talab etilmaydi. Buning uchun hududiy o'sha bandlikka ko'maklashishga borish kerakmi? Masalan, deylik viloyatlik bo'lsa yoki shu poytaxt o'ziga kelib murojaat qilsa ham bo'ladimi? U istalgan mehnat birja bandlik ko'maklash markazlariga borib, ma'lumotlarini raqamlashtirish imkoniyati yaratilgan. Raqamlashtirgandan so'ng masalan qancha muddatda o'sha nimalarni qo'shib beriladi? Yagona milliy mehnat tizimiga bandlik ko'maklash markazlari xodimlari tomonidan kiritilgan yozuvlar
bir ish kunida tasdiqlanadi. Bugun ariza bergan bo'lsa, ertasi kuni u tasdiqlanadi va keyin pensiya jamg'armasiga borib, qo'shimcha hujjat taqdim etish to'g'risidagi ariza yozib, pensiyalarni qayta hisob-kitob qilishlari mumkin bo'ladi.